Перегородка juda ham qalin, chunki yillar davomida turgan. Homila tushavergan, 6 tagacha bo'lishi kutishgan, homila o'smagan, rivojlanmagan bo'lsa, bachadan boshlig'ini albatta ko'ringlar, diagnostika qilinglar deyapti. Bunda gastroskopiyada tuxumdonga hech qanaqa biz zarar qilmaymiz. Даже laparoskopiyada shunaqangi ehtiyot bo'lib ishlaymiz-ki, chunki bu kimdir a'zosi, ko'payish a'zosi, kelajagi nima deydi, kayfiyatini, yashashini, yosharishini belgilab beradigan organlardan bittasi-da tuxumdon, chunki tuxumdon yaxshi ishlasa, ayol yosh ko'rinadi. Перегородка juda ham qalin, chunki yillar davomida turgan. Homila tushavergan, 6 tagacha bo'lishi kutishgan, boshqa shifokorlar xafa bo'ldik, конечно, operatsiyani o'zida to'g'risini aytaman, kayfiyatim buzildi. Men o'zi juda ko'p holatlarda operatsiyada bepishlikning sababini topsam, juda ham xursand bo'laman. Nimaga? Chunki menga kelayotgan bemorlarda juda ham ko'pida nechtadir shifokorlardan o'tib, nechtadir asorat bilan kelishadi. O'shaning uchun hech kim topolmagan narsani topsangiz baribir xursand bo'lasiz, lekin bu bemorimdan men xursand bo'lmadim. O'tib ketgan 8 yilga achindim. 6 ta yo'qotilgan homilaga achindim. Antibiotik beraverishadi. Bu antibiotik jonivar. Yengil preparat emas. Levomakladan foydalaniladi. Bilasizlar, qaysi kategoriya preparat bular уже jigarga ta'sir qiladi, pochkaga ta'sir qiladi. Ko'p dori baribir ko'p-da. Уже funksiyasi buziladi, keyin, конечно, immuniy sistema tushib ketgandan keyin, bo'lmay homilador bo'lgandan keyin nima bo'ladi? Homila tushishi bo'ladi. Bu gaplarni gapirishimdan maqsad nima? Eng asosiysi, o'z vaqtida kimnidir umrini o'tkazmasdan biz shifokorlar, biz ginekologlar tashxisni to'g'ri qo'yishimiz kerak. Homilani yo'qotish shart emas. Homiladorlik bo'lmasdan avval, homilani yo'qotmasdan avval, ayol kishi organizm boshqa organlarning funksiyasi buzilishidan avval o'z vaqtida to'g'ri tashxis qo'ysak, albatta biz bir oilada bepishlikni yenga olamiz va homila yo'qotilishini oldini ola olamiz.